Assalomu alaykum qadrli audio hikoyalar kanali tinglovchilari. Hayotda shunday insonlar bo'ladiki, ularga butun borlig'ingizni, yagona ishonchingizni, pokiza qalbingizni so'zsiz topshirasiz. Siz ularni osmondan tushgan farishta deb bilasiz, ammo ularning ma'sum niqobi ostida qanday mudhish, qop-qora qiyofa yashiringanini hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Qalbingizning eng tubiga, ishongan joyingizdan sanchilgan xiyonat xanjari. Uni sug'urib olganingizda ham qoni hech qachon to'xtamaydigan, bitmaydigan umrbod azobli chandiq qoldiradi. Bu shunchaki navbatdagi hikoya emas. Bu insoniy ishonch, shafqatsiz sotqinlik va toptalgan erkaklik g'ururining chil-parchin bo'lishi haqidagi o'ta og'riqli, yurakni tilka pora qiladigan qismatdir. Chuqur nafas oling. Chunki bu voqealar sizning ham asablaringizni sinovdan o'tkazadi. Mening ismim Sanjar. Yoshim 26 da. Men bu yorug' olamda hamma narsaga, har bir tishlam nonimga faqat va faqat o'z halol mehnatim, peshona terim bilan erishgan, hayotning achchiq chuchugini erta tatigan, biroz sodda va odamlarga tez ishonuvchan yigitman. Otajonim bizni juda erta, men hali go'dakligimdayoq tashlab, chin dunyoga rihlat qilganlar. Mushtipar onam meni birovdan kam qilmay, o'zini o'tdan cho'qqa urib, kechalari uxlamay yolg'iz o'zlari katta qildilar. Maktabni bitiriboq tengqurlarim kabi ko'chada bekorchi bo'lib yurishga vijdonim yo'l qo'ymadi. Ro'zg'orning og'ir yuki, oilamni tebratish dardi meni uzoq Janubiy Koreyaga, musofirchilikning mashaqqatli yo'llariga ishlagani yetakladi. U yerda begona yurtning qora sovuqlarida, temirni ham muzlatadigan qahraton zavodlarda naq 3 yil tinimsiz, qora terga botib og'ir mehnat qildim. Yigitlik davrimning eng gullagan chog'lari temir tersak dastgohlar orasida o'tdi. Tuzukroq yemadim, kiyinmadim, tengqurlarimdek aylanmadim. Topgan har bir so'mimni tiyin-tiyinigacha tejab uyga, onajonimga jo'natdim. Ko'ksimda yonib turgan yagona, muqaddas bir maqsadim bor edi. Vatanimga, jonajon yurtimga yorug' yuz bilan qaytib, eski hovlimiz o'rnida dangillama imorat qurish, onajonimni muqaddas haj safarlariga yuborish va eng asosiysi, iymonli, iffatli, oqila bir qizga uylanib, havas qilgudek baxtli oila qurish edi. Koreyaning sovuq va zax yotoqxonalarida og'ir ishdan qaytib holsizlanib yotgan tunlarimda onam har kuni qo'ng'iroq qilardilar. Sanjar bolam, yolg'izim, tezroq eson-omon qaytgin. Senga o'zim izlab bir oqila qiz topib qo'ydim. Mahallamizning eng go'zal, eng iboli, odobli qizi. Ismi Asal. Xuddi farishtaning o'zi bolam. Ko'chaga bemaqsad chiqmaydi, yigitlar bilan gaplashish u yoqda tursin, hatto telefon ham tutmaydi. Namozxon, iymonli qiz seni kutib o'tiribdi, derdilar onam quvonchdan ovozlari titrab. Onamning bu shirin gaplari, tasvirlari musofir yurtda menga tog'dek kuch berardi. Ko'z oldimga o'sha ma'sum farishtani, bo'lajak yorimni keltirib, barcha charchoqlarimni, barmoqlarimdagi og'riqlarni bir zumda unutardim. 3 yillik tinimsiz, mashaqqatli mehnatdan so'ng, cho'ntagimda halol peshona terim bilan topilgan katta pul bilan O'zbekistonga, ona zaminga qaytdim. Uyimizni boshdan oyoq ta'mirladim, orzu qilganimdek chiroyli imorat qurdik. To'yga qizg'in tayyorgarlik ko'ra boshladik. Onam meni o'sha ko'rmay turib sevib qolganim, Asalning uyiga, Fotiha to'yiga olib bordilar. Asalni birinchi marta o'z ko'zim bilan ko'rganimda, ishoning, hayajondan tilim aylanmay qoldi. U haqiqatdan ham ta'riflarga sig'maydigan darajada go'zal, maftunkor edi. Qop-qora, o'sma qo'yilgan kamon qoshlar, timqora, tubsiz daryodek ko'zlar, beliga tushib turgan uzun, qalin sochlar. U boshini yerga egib, uyatdan yuzlari qizarib, qo'llari biroz titrabgina choy uzatdi. Butun oqshom davomida menga bir marta ham qiyo boqib tikilmadi. Mana mening orzumdagi yor, mana mening farishtam, dedim o'zimga o'zim, ichimda hayqirib. Sanjar, sen dunyodagi eng baxtli, eng toliyi baland yigitsan, mehnatlarning rohatini ko'ryapsan. To'yimiz shahardagi eng katta, hashamatli to'yxonada o'ta dabdaba bilan bo'lib o'tdi. Men karnay-surnay sadolari ostida, Asalning yonida o'tirib, o'zimni xuddi 7-osmonda, bulutlar ustida uchib yurgandek his qilardim. Atrofdagi do'stlarim, og'aynilarim menga havas, ba'zilari esa biroz hasad bilan qarashardi. Sanjar, krasavitsani ilintiribsan-ku, jo'ra, qoyil, shuncha yil Koreyada bekorga yurmabsan, deb hazillashib yelkaga urib qo'yishardi. Asal esa butun to'y davomida lom-mim demay, kamgap, juda hayajonlangan, hatto qandaydir qo'rquvga tushgandek g'alati ko'rinardi.
Men o'z soddaligimcha buni uning qiz bolaligiga, bokiraligi va qattiq uyatchanligiga yo'ydim. To'y tugab, hamma tarqalgach, birinchi kechadagi o'sha mudhish xira shubha qalbimga oraladi. Biz yotoqxonada, bezatilgan xonada yolg'iz qoldik. Asalning butun vujudi qaltirar, titrardi. U xuddi jallodning oldida turgandek mendan o'zini olib qochishga urinar, ko'zlariga yosh olar edi. Qo'rqmang, Asal, Asalim, men sizni hech qachon xafa qilmayman, avaylayman, dedim uning muzdek qaltirayotgan qo'lini ushlab, mehr bilan yupatib. O'sha tunda hammasi o'tdi. Lekin ayni o'sha lahzalarda mening ko'nglimning qayeridadir, juda chuqurida, kichkina, ignadek sanchiluvchi bir g'ashlik, shubha paydo bo'ldi. Tong otdi, yangalar keldi, yuz ko'rindi marosimi bo'ldi. Hamma xursand, hamma shod. Onam sho'rlik kelinim pokiza ekan, el yurt oldida yuzimni yorug' qildi, oppoq qildi, deb quvonchdan yig'ladilar. Lekin men o'zimni qandaydir g'alati, sarosimali his qilardim. Chunki Asal tunda o'zini mutlaqo qo'rqqan, tajribasiz qizdek emas. Qandaydir bir lahzada o'zini xuddi ko'p narsani ko'rgan, tajribali ayoldek tutgandek tuyulgandi menga. Go'yo uning qo'rquvi, uyalishi shunchaki yodlangan bir ssenariydek, soxtadek tuyulgandi. Lekin o'sha zahotiyoq bu mudhish fikrni miyamdan supurib haydadim. Ahmoqsan, Sanjar. Jinni bo'ldingmi? Qiz bechora hayotida birinchi marta erkak kishini ko'rib turibdi, qo'rqqanidan shunday holatga tushdi. Shaytonning iflos vasvasasiga uchma, gumon iymondan ayiradi, deb o'zimni so'kdim va sokin hayotimni davom ettirdim. Hayotimiz haqiqatan ham shirin ertakdek, tushdek boshlandi. Asal onamga juda mehribon, aylanib o'rgilardi. Uy ishlarini qoyillatib, sarishtalik bilan qilardi. Menga ertalab va kechqurunlari shirin so'zlar aytib, ko'nglimni topardi. Men u makkorani shunchaki sevib qolmadim. Men uni jonimdan, hayotimdan ortiq yaxshi ko'rib qoldim. U nima desa so'zsiz muhayyo qilardim, oyog'i ostiga dunyoni to'shardim. Qimmatbaho telefonning eng oxirgi modeli kerakmi, jonim? Marhamat. Tilla taqinchoq, yangi liboslarmi? Olib berdim. To'yimizdan bor yo'g'i bir oygina vaqt o'tib, Asal meni osmonlarga uchirgan o'sha xushxabarni aytdi. Sanjar aka, suyunchi bering. Men homiladorman, ota bo'lasiz. Men bu so'zlarni eshitib quvonchdan telbadek bo'lib qoldim, uni dast ko'tarib hovli o'rtasida aylandim. Rahmat senga, jonim. Rahmat. Men ota bo'laman, zurriyotim davom etadi, deb hayqirdim. Vaqt esa o'z maromida o'ta boshladi. Lekin Asalning qorni kundan kunga, soatma soat tez kattalashardi. 3-oy ham o'tdi. Asalning qorni xuddi homilasiga 5-6 oy bo'lgan ayolnikidek katta, bo'rtib chiqqan edi. Onam ham bu holatdan hayron bo'lib ko'p so'rardilar. Kelin, qorningiz muncha tez kattalashib ketyapti. Balki naslimizga tortib egizakdir, derdilar quvonch va hayrat aralash. Asal esa sirligina qilib ko'zini olib qochar, tezda gapni burardi. Bilmadim, oyijon. Kecha shifokor ayollarga borganimda suvi ko'payib ketgan deyishdi. Bolamiz juda katta, pahlavon ekan, derdi u ko'zini pirpiratib. Men ofsar, men sodda gul esa tibbiyotdan, ayollar homiladorligidan umuman xabarim yo'q edi. Ayolim, sevimli farishtam nima desa, so'zsiz, ko'r-ko'rona shunga ishonardim. 7-oy mo'jizasi deganlari shu bo'lsa kerak. To'yimizga roppa-rosa aynan 7 oy to'lgan tunda Asalning to'satdan to'lg'og'i tutib qoldi. Voy belim. Oyijon, Sanjar aka. O'lyapman, tezroq yordam beringlar, deb dod solib baqira boshladi u tungi sukunatni buzib. Biz qattiq vahima bilan hovliqib uni tez yordamda shoshilinch tug'ruqxonaga olib bordik. Men sovuq, uzun yo'lakda onam bilan birga qattiq xavotir olib, tinimsiz duo qilib o'tirardim. Xudoyim, o'zing asra. Kelinimga oson qil. Hali endigina 7 oylik bo'ldi-ku. Chala tug'ilib, bolasiga biror narsa bo'lmasin, nobud bo'lmasin, deb yig'lardilar onam tinmay pichirlab. Axir hamma biladi, 7 oylik bola yashab ketishi juda qiyin bo'ladi. Ancha vaqt maxsus inkubatorda, shisha qutida yotishi kerak bo'ladi. Naq 2 soatlik azobli, yurakni hovuchlagan kutishdan keyin maxsus kiyimdagi hamshiraxonadan chiqdi. Uning yuzida tabassum bor edi. Qani, dadasidan bitta suyunchi beringchi. O'g'il.
Pahlavondek, polvondek o'g'il tug'ildi, muborak bo'lsin. Men quvonchdan yig'lab yuborib sakradim, darrov cho'ntagimdan pul chiqarib suyunchi berdim. Rahmat senga Xudoyim. Rahmat. Opajon, ahvoli qanday? Chala tug'ildi-ku, og'irligi qancha ekan? 3 kiloyu 800 gram. Bo'yi esa 54 santimetr. Onam bu raqamlarni eshitib bir joyda muzlab qotib qoldilar. Qancha dedingiz, bolam? 3,800. Axir 7 oylik chala bola shuncha katta, og'ir bo'ladimi? Hamshira bu haqli savoldan biroz dovdirab qoldi, o'zini yo'qotgandek bo'ldi. Lekin tezda vaziyatdan chiqib javob berdi. Endi, xolajon, hozirgi zamonning bolalari o'zi shunaqa tez yetilyapti. Akseleratsiya deydi buni ilmiy tilda. Homiladorlikda vitaminlarni yaxshi yegan ekanlar, juda baquvvat bola ekan, nasli yirik ekan. Men ahmoq yana hech narsaga shubha qilmadim. Qulog'imga faqat bitta narsa eshitilardi, mening o'g'lim bor. Men ota bo'ldim. Ertasi kuni ertalab gullar va shirinliklar ko'tarib palataga, ularni ko'rgani kirdim. Asal oq karavotda charchagan, lekin xursand holatda yotardi. Uning yonidagi mitti beshikchada pahlavon chaqaloq uxlardi. Bolani titrayotgan, hayajonli qo'llarim bilan ehtiyotkorlik bilan quchog'imga oldim. Bola haqiqatdan ham mislsiz pahlavon, yirik edi. Uning yuzlari to'lishgan, qirmizi, kipriklari shundoq ham uzun, barmoqlaridagi tirnoqlari o'sib ketgan, boshidagi sochlari qop-qora va qalin edi. Hatto men kabi hech narsani tushunmaydigan, yosh, tajribasiz erkak ham bir qarashda bildimki, chala tug'ilgan bola hech qachon, aslo bunday bo'lmaydi. Chala tug'ilgan 7 oylik bolaning terisi burishgan, o'zi mitti, qizil, juda zaif va nimjon bo'lishini kino va hayotda ko'rgandim. Bu chaqaloq esa xuddi to'liq 9 oy, 9 kun va 9 soat onasining issiq qornida to'yib yotib, o'z vaqtida pishib yetilib chiqqandek bekamu ko'st edi. Aynan shu payt palataga tekshiruv uchun yoshi ulug', ko'pni ko'rgan, sochlariga oq oralagan doya akusherka ayol kirib keldi. U meni ko'rib, Asalga qandaydir ma'noli, jahl va g'alati nigoh bilan qarab qo'ydi. Keyin ohista mening yonimga kelib, qo'limdagi bolaga e'tibor bilan qaradi. "Tabriklayman, yosh ota", dedi u kutilmaganda sovuq va chuqur kinoya bilan. "Bolangiz shunchalik shoshqaloq ekanki, 7 oyda, ya'ni muddatidan avval tug'ilsa ham roppa rosa maktabga boradigan pahlavon bo'lib tug'ilibdi-ku." Bu sirli va kinoyali gap xuddi zaharli o'qdek xanjar bo'lib to'g'ri yuragimga qadaldi. Nima demoqchisiz o'zi, opa, deb so'radim, ovozim mutlaqo o'zgarib, bo'g'ilib. Doya menga chuqur achinib, yuzimga uzoq qaradi. Keyin Asalga qarab olib, qulog'imga sekin, ochiq oydin pichirladi. "Ukam, men bu oq xalatni kiyib, shu tug'ruqxonada roppa rosa 40 yildan beri ishlayman, minglab bolalarni o'z qo'limga olganman. 7 oylik chala tug'ilgan bola hech qachon, hech qanday tibbiy sharoitda 3 kiloyu 800 gram bo'lmaydi. Bu tabiatga fanga zid. Bu chaqaloq 100% to'liq muddatda 9 oylik bo'lib tug'ilgan. Buyog'iga xulosani o'zingiz, erkak boshingiz bilan chiqaravering." Muzlab qoldim. Butun tanamga sovuq ter toshib ketdi. Qo'limdagi go'yo begonadek tuyulib qolgan bola ham chirqillab yig'lab yubordi. Sekin o'girilib Asalga qaradim. U xuddi hammasini eshitib, bilib turgandek, ko'zlarini qattiq yumib, o'zini mudragan, qattiq uxlagan odamga solib yotardi. Demak, miyamda dahshatli matematika aylana boshladi. Agar bu bola 9 oylik pishib yetilgan bo'lsa, bizning to'yimizga esa kechagina endigina 7 oy to'ldi. Demak, Asal menga turmushga chiqishidan naq 2 oy oldin kimdandir homilador bo'lganmi? Xonadonimga, naslimga ifloslik olib kirganmi? Boshim shu qadar kuchli aylanib ketdiki, yiqilib tushmaslik uchun sovuq kafel devorga suyanib qoldim. Nahotki mening farishtam, ko'chaga chiqmaydi deyilgan o'sha pokiza kelinim to'yimizdan oldin boshqa birovning, qandaydir iflosning quchog'ida, harom to'shakda bo'lgan bo'lsa. Unday bo'lsa, birinchi kechagi o'sha poklik qoni, ko'z yoshlari, iffat timsoli bo'lgan chimildiq siri. U nima edi? Yolg'onmidi? Firibgarlikmidi? Mening aylanayotgan miyamda birdaniga minglab javobsiz, azobli savollar girdobdek aylana boshladi.
Lekin shoshilmang, eng yomoni, eng dahshatlisi va qabihligi hali oldinda edi. Men ichimni qurtdek kemirayotgan bu vahshiy shubhalar bilan indamay uyga qaytdim. Bemor onamga hech narsa demadim, ularning qon bosimi shundoq ham yuqori edi. Uyga kelib o'zimni qo'yarga, sig'ishga joy topa olmasdim. Balki chindan ham mo'jiza bo'lgandir. Balki fan hisob-kitobda adashgandir. Balki u chindan ham pokizadir, deb o'zimni ming maqomga solib aldashga, yupatishga urindim. Lekin oradan 3 kun o'tib, Asal va o'sha chaqaloqni tug'ruqxonadan uyga, hovlimizga olib keldik. Kechqurun Asal chaqaloqni uxlatib, o'zi g'usl qilish uchun hammomga kirib ketganida, uning doim yonidan qo'ymaydigan telefoni yotoqxonadagi divan ustida, ko'rpa chetida unutilib qolgan edi. Kutilmaganda telefon qisqagina ding etib bildirishnoma ovozi chiqardi. Ekran yorishib yondi. Men odatda hech qachon aslo xotinimning telefonini tekshirmasdim. Unga ishonchim komil edi. Buyumni titkilashni o'zimga or bilardim. Lekin bu safar ichimga oralagan o'sha shubha degan shayton qattiq vasvasa qildi. Yoki ehtimol menga haqiqatni ko'rsatishni istagan Xudoning o'zi yordam berdi. Ekranda Telegram tarmog'idan qisqagina xabar kelgani ko'rinib turardi. Yozgan odamning ismi telefon kontaktlarida Nigina dugonam deb saqlangan edi. Lekin qulf ekranida chiqib turgan xabarning bir qator matni meni shu joyning o'zida tiriklayin o'ldirib, qonga belab qo'ya yozdi. Xabarda shunday so'zlar yozilgandi: "Jonim, tabriklayman. O'g'limiz sog' salomat tug'ilibdi deb eshitdim. Darrov rasmini yubor, intiqyapman. Burni menga, otasiga o'xshaydimi? Anavi lo'g', sodda ering hech narsani sezib qolmadimi ish qilib? 7 oylik deb laqillatib yutqazdingmi aytganimdek?" Telefon qaltirayotgan qo'limdan gurs etib yerga tushib ketdi. Nigina dugonam. O'g'limiz. Burni menga o'xshaydimi? Lo'g' ering. Men yashayotgan dunyo butunlay qorong'ulashib, osmon uzilib yerga tushgandek bo'ldi. Men shu paytgacha jannat koshonasida, farishtalar orasida yashayapman deb o'ylab, osmonlarda uchib yuribman. Aslida esa bu dunyodagi do'zaxning eng tubida, shaytonlarning o'rtasida, nopok xiyonat va jirkanch yolg'onning qoq markazida yashab kelgan ekanman. Men qattiq titrayotgan, muzlab qotgan qo'llarim bilan telefonni yerdan arang oldim. Ekran kodini bilardim. Chunki Asal yaqindagina sizdan yashiradigan hech qanday sirim yo'q, men siznikiman deb kodni o'zi ko'rsatgandi. Xiyonatkorona makkorlik bilan ishonchimga kirgandi. Telefonni ochdim va to'g'ridan to'g'ri o'sha yozishmalar profiliga kirdim. O'qiganlarimdan ustimdan qaynoq suv quyilgandek qotib qoldim. Qo'limdagi mitti telefon xuddi 1000 daraja qizigan cho'g'dek barmoqlarimni kuydirib yuborayotgandi. Ekranda Nigina dugonam deb saqlangan maxfiy raqamdan kelgan so'nggi xabar jilmayib turardi. Yuragim ko'kragimni beayov yorib, teshib chiqib ketgudek tez va og'riqli urardi. Bu o'zi kim? Nigina, bu qiz bolaning, ayol kishining ismi-ku. Nega u ayol ismi ortiga yashirinib olib erlarcha behayo gapiryapti? Nega uning bolasini o'g'limiz deyapti? Dahshatdan titrayotgan barmoqlarim bilan yozishmalar tarixini tepadagi oylarga qarab sura boshladim. Bu shunchaki bir kunlik yoki kechagi hazil gap emas ekan. Bu oylab, hatto yillab davom etgan mudhish xiyonat, sotqinlik va fohishalik dostonining rad etib bo'lmas guvohi, arxivi edi. Men matnlarni o'qigan sari ko'zlarimga ishona olmasdim. Dunyo ko'z o'ngimda qonga belanardi. U yerdagi har bir harf, har bir xabar pichoq, xanjar bo'lib yalang'och yuragimga ayovsiz sanchilardi. Qora, dahshatli yozishmalar tarixi. 15 aprel. To'yimizdan roppa-rosa bir oy oldingi kun. Asal yozgan, Bekzod aka. Dod deyman hozir. Men homiladorman. Ertalab aqildim, aniq 2 qizil chiziq ko'rsatdi. Endi nima qilamiz, o'laman hozir. Bekzod deganlari javob bergan, jinni bo'ldingmi sen? Qanaqa bola? Ertagayoq borib abort qildir, qornini tozalab tashla. Menga hozir hech qanaqa ortiqcha bola, muammo kerak emas, bildingmi? Shundoq ham senga uylanadigan ahvolda emasman, xotinim bor mening. Asal, kech bo'ldi Bekzod aka. Bugun shifokor doyamga bordim, allaqachon 3 oylikdan oshgan, kattalashgan deyapti. Agar hozir abort qildirsam, bachadonim yorilib abadiy tug'mas bo'lib qolaman. Iltimos, meni tashlab qo'ymang.
Onam bilsa meni aniq so'yib o'ldiradi. Bekzod, menga desa o'lib ketmaysanmi? O'zing ehtiyot bo'lishing kerak edi, o'zing bil endi u yog'ini. Menga boshog'riq muammo kerak emas dedim-ku, asabimni buzma. Oradan 5 kun o'tib, 20 aprel. Asal, Bekzod aka, Xudo berdi. Jonim saqlanib qoladigan bo'ldi. Onam bugun uyga bitta yigitni yetaklab keldi, fotiha qilmoqchi ekanmiz. Yaqinda Koreyadan ishlab kelgan ekan, o'zicha boyvachcha, lekin g'irt sodda, hayot ko'rmagan go'l bola ko'rinadi, ismi Sanjar ekan. Shunga indamay tegib ketaman bo'ldi, o'sha laqma qutqaradi meni. Bola tug'ilganda o'shaniki chala 7 oylik tug'ildi deb aytaman, qutulaman. Bekzod, zo'r o'ylab topibsan, shayton. Meni muammodan qutqarding. Shu ishingni zo'r eplasang bo'ldi, qoyil qolaman senga. Lekin to'ygacha qolgan vaqtda bokiraligingni qanday isbotlaysan? Chimildiqda anavi go'l, lo'q eringni shubhalanmasligini, sezib qolmasligini qanday qilib eplaysan? Asal, voy, xavotir olmang ustozim. Hozirgi zamonda puli bo'lsa hamma narsaning siri, oson yo'li bor. Xususiy klinikada o'sha joyni oddiy operatsiya qilib tekkizib, tikib qildiraman yoki oddiygina qizil suv, margansovga ishlataman. U laqma umrida qiz ko'rmagan xumpar bo'lsa, hech narsani farqiga bormaydi, tushunmaydi. Yana bir qator. To'y kuni kechasi. Soat tungi 2lardan oshganda. Chimildiqdan so'ng. Asal, Bekzod aka, men hammasini 5 bahoga bajardim. Hammasi silliq o'tdi. U tormoz laqma hamma narsaga ko'r-ko'rona ishondi. Yolg'ondan ko'z yosh to'kkanimni ko'rib, hatto kechirim so'rab uzr so'radi bechora. Choyshabdagi qonni ko'rib xursand bo'lib ketdi go'l. U shunaqangi sodda ekanki. Onasi yalmog'iz ham ertalab rosa raqsga tushdi yuzim yorug' deb. Rahmat ham keldi menga, tabriklab yuboring. Bekzod, qoyil. Seni Gollywoodga olib borib zo'r aktrisa qilish kerak ekan jallod. Endi o'g'limni ichingda ehtiyot qilib katta qil. U laqma eringni pullarini sog'ib yashaver. Menga asosiysi o'g'lim muhim. Men bu iflosliklarni, bu qabih jinoyatlarni o'qib bo'lib, asabim chidamasdan, oshqozonim ag'darilib o'qchib yubordim, nafisim tiqildi. Demak, mening pokiza deb bilgan farishtam. Mening iffatli yorim aslida ko'chadagi fohishadan ham 100 chandon battarroq, makkor ilon ekan-ku. U nafaqat boshqasidan zino qilib homilador bo'lgan, balki butun oilasini, meni, keksa onamni puxta reja asosida shu qabih tuzoqqa tushirgan. Meni go'l, lo'q, laqma deb kechalari to'shagimda yotib ustimdan qah-qah otib kulishgan, mazax qilishgan. Men esa u iflosga halol pullarimdan $1000 tillalar olib berdim, homilador ayolim deb oyog'ini yerga tekkizmay guldek avayladim. U esa qornida o'sha Bekzod degan jazmanning haromi bolasini ko'tarib, men bilan yotoqda yotib, ustimdan shafqatsizlarcha kulib kelgan ekan. Yirtilgan niqob. Dahshatli haqiqat ochiqlangan on. Shu payt yotoqxonamizdagi hammom eshigi asta ochildi. Bug' va issiq suv hidlari ichidan Asal xotirjamlik bilan chiqib keldi. Uning egnida yangi, oppoq tuki xalat, uzun sochlari ho'l bo'lib yelkasiga tushgan, yuzida esa beparvo, xotirjam va mamnun tabassum bor edi. U divanda qotib qolgan holda, dahshatli ko'zlar bilan qarab turgan meni va mening titrayotgan qo'limdagi o'zining yoniq telefonini ko'rdi-yu. Joyida taqqa to'xtab qoldi. Uning yuzidagi o'sha soxta, iflos tabassum bir soniyada g'oyib bo'lib, o'rnini hayvoniy qo'rquv, o'lim talvasasi egalladi. Sanjar aka, dedi u tutilib, qaltiroq, qo'rquvdan qisilib qolgan ovozda. Siz nega mening telefonimni so'ramasdan oldingiz? Men ko'zlarim qonga to'lgan holda, vujudimni titroq bosib sekin o'rnimdan turdim. Ko'zlarimdan olov va g'azab uchqunlari otilib chiqayotganini, hozir shu ayolni o'ldirib qo'yishim mumkinligini butun tanam bilan his qildim. Bu nima, Asal, dedim telefonni uning rangi oqargan yuziga yaqin tutib o'kirib yubordim. Anavi inigina dugonang aslida kim o'zi iflos? O'g'limiz sog' bo'lsin degan jumlalar, ulug' ering bilmadimi degan gaplar kimniki? Gapir jalab. Asalning rangi o'likdek dokadek oqardi, nafas olishi tezlashib, qo'rquvdan muzdek devorga taqalib qoldi. U shunchaki qiz dugonam. O'zimizcha pishanglashib siz bilan azillashganmiz. Hazil. Bekorga.
bekorga shubhalanmang mendan. Hazil deysanmi yalmog'iz, deb shunday qattiq baqirib, nari tortib yubordimki, butun uyning derazalari zirillab, devorlar titrab ketdi. Sening ko'chadagi o'ynashingdan homilador bo'lib qolib, meni qopqonga tushirib tegib olganing hazilmi? Meni to'y kuni o'sha la'nati chimildiqda qo'ylar kabi aldaganing hazilmi a? Menga haromini tug'ib berib, begona erkakka o'g'limiz va lo'q erim deb yozganing ham oddiy hazilmi? Men qanaqa laqma edim senga? Men asta vajohat bilan unga qarab bir qadam yaqinlashdim. U qo'rqqanidan qaltirab, tiz cho'kib, sovuq polga, gilam ustiga cho'kib yig'lab qoldi. Sanjar aka, jon aka, yolvoraman, o'ldirmang. Hozir hammasini bir boshdan tushuntirib beraman. Siz o'qiganingizdek, siz o'ylagandek emas aslida hammasi. Nima men o'ylagandek emas, iflos tulki. Mana, o'z qo'ling bilan harfma-harf yozib qo'yibsan-ku, Bekzodning haromi bolasi deb. Sen fohisha meni va oilamni butun el-yurt, butun dunyoga ko'tarib bo'lmas sharmanda qilding. Yoshlik umrimni, orzularimni chohga, zaxga tiqding. Yolg'iz onamni qanday qilib aldaysan-a, farishtadek bo'lib olib. G'azabim va ichimdagi yong'in shunchalik kuchli, shunchalik cheksiz ediki, men asablarimni umuman boshqara, jilovlay ohoy qoldim. Qo'limdagi uning o'sha qimmatbaho telefonini bor kuchim, nafratim bilan beton devorga qarab otib yubordim. Telefon kuchli zarbdan devorga urilib, minglab bo'laklarga bo'linib, chil-chil sindi. Asal quloqlarini qo'li bilan yopib, vahimada qattiq chinqirib yubordi. Urmang. Iltimos, asabingizni bosing, urmang meni. Men o'zim ham aybdor emasman, meni bunga ataylab majburlashdi. Onamning ko'z yoshlari va yiqilish. Tungi shovqin, mening o'kirishim va tushib singan narsaning ovozidan narigi xonada uxlayotgan onam cho'chib uyg'onib, xavotir bilan chopib keldilar. Nima gap, Sanjar? Tinchlikmi bolam, yarim kechasi? Nega kelinni, yosh bolali onani qo'rqityapsan baqirib? Onam yerdagi to'zib yotgan telefon bo'laklarini va xonaning qorong'u burchagida qaltirab, yuzini to'sib o'tirgan Asalni ko'rib, asabiylashib mening oldimga keldilar. Esing joyidami sening, Sanjar? Hali kelinning chillasi umuman chiqqani yo'q-ku, esi og'ib ustidan ketib qoladi bunaqa vahimada. Nima qildi u bechora farishta, nima yozig'i bor? Bechora. Farishta deysizmi? Men og'riqli alamdan telbalarcha qah-qah otib kulib yubordim, kulgim yig'iga aylanib ketdi. Oyijon, meniki o'sha bechora deb asrayotgan farishta keliningiz hammamizni tiriklayin qora go'rga, balchiqqa tiqibdi oyi. Anavi bejirim beshikda yotgan, nevara deb erkalatayotgan haromi bola meniki. Umuman meniki emas ekan, eshityapsizmi? Onamning ranglari dokadek oqarib, ko'zlarida qo'rquv zohir bo'ldi, qotib qoldilar. Nimalar valdirayapsan, aqlsiz bolam? Jinnilik qilmanglar. O'zingga, og'zingdan chiqayotgan gapga qarab gapir. O'z farzandingdan, naslingdan shunday osongina tonib yuborasanmi shubha bilan? Meniki emas deb aytdim-ku, oyi. Meniki emas deb o'pkam to'lib baqirdim devorlarga. Bu ko'chadan kelgan yalmog'iz qiz menga homilador bo'lib tekkan ekan. To'ydan oldin, anchadan beri o'sha Bekzod degan la'nati boyvachcha o'ynashi bilan ko'chada don olishib, yurib kelgan ekan. Hammasini o'z ko'zim bilan, u bilan yozishmalarini, qora qilmishlarini hozirgina o'qidim telefonda. Biz ona bolani loh deb, laqma deb ustimizdan mazza qilib kulishibdi oyi. Onam chuqur, og'riqli oh tortib sekin Asalga yuzlandilar. Kelin, o'g'lim nimalar deyapti jinniga o'xshab? Bu iflos gaplar rostmi? Gapir qani. Asal o'zini qutqarish uchun oxirgi, eng past chora qurbon, jabrlanuvchi rolini o'ynash taktikasini qo'lladi. U tezda o'rnidan turib, sudralib onamning oyoqlari ostiga yuztuban yiqildi. Oyijon, meni murg'akligimni kechiring. Men bunday bo'lishini umuman xohlamagandim. Deb soxta yoshlar bilan ho'ngrab yig'lay boshladi makkor tulki. O'sha yirtqich yigit ko'chada zo'rlik bilan meni aldab, pichoq tirab yosh nomusimga tegib qo'ygandi. Keyin shafqatsizlarcha mendan yuz o'girib tashlab ketdi. Men ota-onam mahalla oldida sharmanda bo'lishdan, ular meni o'ldirib qo'yishidan o'lgudek qo'rqdim. Keyin ro'paramdan sizlarni ko'rib uchratdim.
Sizlar shunchalik mehribon, shunday farishta, yaxshi inson edinglarki, men Sanjar akani rostdan ham qattiq sevib qolib, panoh izladim. O'yladimki, vaqt o'tib ketar, bu sirim ochilmas, yaxshi yashab ketarman dedim oyijon. Bu ochiq iqror onamni go'yo baland chinordan yerga qulatdi. Onam ko'kraklarini changallab, sovuq devorga suyanib, nafaslari siqilib, yuraklarini ushlab qoldilar. Voy o'laman. Voy sharmanda bo'ldim, dedilar onam xirillab ingrab, yuzlarini timdalab. Qo'shni-yu el-yurt oldida, qarindoshlar oldida boshimni nima deb ko'tarib yuraman. Yillar davomida Koreyada itdek ishlab, oxiri birovning harom sarqitini, zinosini xotin qilib yetaklab kelibdi demaydimi ular. Men Asalning sochidan, yelkasidan qattiq ushlab, shafqatsizlarcha ko'chaga, hovli tomon sudrab chiqa boshladim. Hozirroq yo'qol bu muqaddas hovlidan. Hoziroq ko'zingni yo'qotib, haromi bolangni ko'tarib itdek eshigingga, uyingga ketasan. Men hayotimda birovning harom qonidan bo'lgan zinosini bag'rimga bosib, o'g'lim deb boqmayman. Yo'qol. Sanjar aka. Asal oyoqlarimga yopishib, butun vujudi bilan dod soldi. Haydamang meni, iltimos yolvoraman. Dadamlarga, akamga aytsangiz, ular meni chindan ham urib o'ldiradi. Meni yosh bolam bilan qop-qora ko'chaga tashlamang. Bola begunoh-ku axir. U hali murg'ak, u faqat sizni o'z dadasi deb biladi. Shantaj, tuhmat va tahdid. Shu baland pardali joyda Asalning yuzi va ko'zlari kutilmaganda yirtqichdek mutlaqo o'zgardi. U birdan soxta ko'z yoshlarini qo'li bilan keskin artdi va menga nihoyatda sovuq, hissiz, ilondek zaharli ko'zlar bilan qadaldi. Agar meni hozir tunda sharmanda qilib ko'chaga haydasangiz, dedi u past, qoramtir, tahdidli pichirlashdi. Men borib butun mahallaga sudga aytaman. Yerim mutlaqo jinsiy ojiz ekan, erkakligi yo'q ekan, shuning uchun uyatdan alam qilib men boshqasidan bola orttirishga va tug'ishga majbur bo'ldimi deb jar solaman. Yoki Sanjar musofirchilikda, Koreyada yurib butunlay aynib qolgan kasal ekan, meni har kuni vahshiylarcha ayovsiz urardi deb qamoqqa tiqish uchun ustingizdan arz yozaman. Meni va makrimni hali umuman bilmaysiz, Sanjar aka. Men bu gapdan hayrat va shokdan toshdek qotib qoldim. Boyaginachi shashqator yig'layotgan, tavba qilayotgan bechora ojiza qiz qani? Bu qarshimda ochiqchasiga shantaj qilib turgan maxluq kim? Qanday qilib bunchalik haqiqiy, zaharli ilonga aylanishi mumkin u? Sen iflos meni qo'rqityapsanmi, hozir iflos qizmisan, dedim tishlarimni asabdan qisib g'ijirlatib, yuziga yaqinlashib. Men shunchaki o'zimni va bolamni asrab, yashash uchun kurashyapman, dedi Asal beparvolik bilan, menga tik boqib. Menga qarab aqlingizni ishlating, Sanjar. Hozircha bu mudhish sirni uchtamizdan boshqa hech kim, mahalla ko'y bilmaydi. Bola tug'ruqxonada baribir qonuniy sizning familiyangizga yozilgan, metrikasi sizniki. Keling, tinchgina hammamiz uchun foydali kelishamiz. Siz meni umrbod qonuniy hurmatli xotiningiz deb, bolani esa o'z o'g'lingiz deb e'tirof etasiz, qabul qilasiz. Men esa sizning ko'zingizga qarab, og'zingizdan chiqqanini qiladigan dunyodagi eng zo'r, ideal, vafodor xotin bo'laman. Hech kim, bironta jonzot bilmaydi. Uning bu ochiq oydin yuzsiz va jirkanch taklifi meni yanada dahshatliroq g'azablantirdi, portlash darajasiga olib keldi. Hech qachon, eshitdingmi? Men hech qachon sendaqangi arzon fohisha bilan, harom yotoqda birga yashamayman, tufurdim senga va taklifingga. Ertaga tongbotar ertalab sening ota-onangni bu yerga chaqiraman. Yuzlariga tupurib, ularga hamma qora haqiqatni aytib, oq qilib tashlayman senga qo'shib. O'sha iflos jazmaning bekzotni ham yer tagidan bo'lsa ham topaman. Denki genetik aqildirib, haqiqatni isbotlayman. Bilib qo'y, o'ylaganingdek ahmoq emasman. Denki, uni qanday qildirmoqchisiz, degan so'zni eshitib, Asal biroz cho'chidi, rangi o'zgardi. Lekin u darhol o'ziga kelib taslim bo'lmadi. Ota-onam bu yerga kelsa, o'sha zahoti Sanjar aqldan ozib menga ko'r-ko'rona tuhmat qilyapti, bolasi borligidan tonmoqchi deyman. Dalillaringiz, yozishmalar qani? Sizga qarshi yozilgan xat va fakt qani? Axir o'z telefonimni, yagona dalilni o'z qo'lingiz bilan majaqlab sindirdingiz-ku, dedi u yerda sochilib, chil-chil bo'lib yotgan telefon plastmasi bo'laklariga kinoya bilan, masxara qilib ishora qilib. Ha, la'nat bo'lsin. Men jahldor ahmoq, g'azabim va hissiyotim ustida asablarimni tiya olmay.
Bu hayotdagi eng katta va yagona dalilni o'z qo'lim bilan yo'q qilibman. Endi qanday qilib o'zimning haqligimni ularga isbotlayman? Onam bir chekkada polga o'tirib, yig'lab ado bo'lgandilar. Bolam, jon bolam. Nima qilsang ham, qanday chora ko'rsang ham biz el oldida sharmanda bo'lmaylik, boshimiz egilmasin. Mahalla, qo'shnilar agar bu isnodni bilsa, ikkalamizni ko'chaga chiqarib tiriklayin toshbo'ron qilib, inson o'rnida ko'rmay o'ldirishadi. Tun bo'yi davom etgan cheksiz azob. O'sha mash'um kecha butun uyimiz tom ma'noda do'zaxning chidab bo'lmas zalvoriga, otashiga aylandi. Asal yig'lashdan tinib beshikdagi bolasini quchoqlab mehmonxona xonasiga ichidan qulflanib qamalib oldi. Men va keksa onam mehmonxonada sovuq joyda karaxt bo'lib o'tirdik. Oyijon, men bu buzuq ayol bilan ortiq bir soniya ham bir tom ostida yashay olmayman. Har safar unga va murg'ak bolaga qarasam ko'z o'ngimga o'sha yovvoyi xiyonat, zino va ularning kulgisi kelaveradi, dedim peshonamni ushlab. Bolam, dedilar onam shashqator ko'z yosh bilan mening boshimni silab. Lekin agarda hoziroq tunda uni ko'chaga quvib haydasang, ertalab gap so'z ko'payadi, obro'yimiz to'kiladi. Kelin 7 oydagini tuqqan edi. Eri nima uchundir uni go'dagi bilan haydab yuboribdi desa, mahalla ahli baribir hammasini sekin-asta tushunib yetadi. Yoki bolaning vaqti yetmaganini, oldin zino qilinganini yoki u umuman boshqasiniki ekanini anglashadi. Kel, yaxshisi biz unga teginmaylik, shoshilmay, aqlni yig'ib harakat qilaylik. Yo'q oyi. Men ertagayoq borib o'sha iflos, ko'ppak Bekzodni topaman. U o'zi kim ekan? Qayerda, qaysi go'rda yashaydi? Asalning dugonalardan qanday qilib bo'lmasin surishtirib topaman u itni. Ertasi tongdagi kutilmagan mudhish syurpriz. Erta tong yorishishi bilan, tong otishi bilan men yotog'imdan turib darhol Asalning eski yordamchi dugonasi, to'yda uning yonida pichirlashib yurgan Dilnozani esladim. Balki u o'sha Bekzodni bilar, manzilini aytar. Lekin shoshilib darvozadan ko'chaga chiqishim bilan aynan darvozamiz tagida timqora, yaltirab turgan qimmatbaho Chevrolet Malibu to'xtab turardi. Mashina eshigi ochilib, undan bo'y basti kelishgan, baland, oxirgi urfda zamonaviy kiyingan, ko'zoynak taqqan, qo'lida katta atirgul guldastasi ushlagan kibrmand bir yigit asta tushdi. Bu yigit to'g'ri mening darvozam, mening ustimga qarab kela boshladi. Assalomu alaykum, kuyov to'ra Sanjar aka. Chin yurakdan tabriklayman. Qutlug' bo'lsin, pahlavonlik o'g'illik bo'libsiz. Men ajablanib, hayrat aralash qotib qoldim. Bu g'alati odam kim bo'ldi ekan? Va alaykum assalom. Kimsiz o'zi? Uzr, umuman tanimadim. Yigit ko'zoynagini sekin yechib, kinoya va kibr bilan kulimsiradi. Uning suvsiz, shaytoniy ko'zlarida qandaydir ochiq oydin masxara va ustunlik hissiyoti zohir edi. Men kelinposhi Asalning juda yaqin. Hatto o'ta uzoq bo'lmagan qadrdon qarindoshiman, sirdoshiman. Ismim Bekzod. Telefon kontaktlarida inigina dugonam deb yozilgan. Tunda sirtdan tanishganingiz raqamning aynan egasiman, ya'ni xotiningizning oshig'iman. Mening boshimga gumburlab qon urdi. Vujudimni titroq, o'chib bo'lmas g'azab alangasi o'rab oldi. Demak, bu o'sha iflos, la'nati o'ynash, qabih jazman. O'zining razil oyoqlari bilan hech qanday andishasiz mening eshigimga, mening hududimga qadar yasanganda kelibdimi, jirkanch maxluq. Sen, o'sha it senmisan? Mening uyimga, mening ostonamga qanday beting chidab kelding, deb qichqirganimcha bir sakrab uning yoqasidan ushlab, qattiq siqdim. Bekzod zarracha qo'rqmadi ham, asabiylashmadi. U kiyimi buzilmasligi uchun mening qo'llarimni mensimay, qattiq kuch bilan sekin yulib, siltab olib tashladi. Kuyov bola, qizingmang, shoshilmang, aka. Men bu yerga siz bilan yoqa bo'g'ishgani, mushtlashgani atayin kelmadim. Men faqatgina o'z o'g'limni, qonimni ko'rgani keldim. Va aslida sizga juda manfaatli, zo'r bir biznes taklifim bor. Mening darvozam oldida jilmayib turgan, mening holimdan kulayotgan Bekzodning yuzidagi bu takabburona, o'ziga ishongan tabassumi meni oxirigacha tamom qildi, portlash chegarasiga olib keldi. U hech narsadan tap tortmay mening ostonamga, mahalla o'rtasiga kelib, mening ko'zimga qattiq tik qarab, men o'z xotiningdan bo'lgan o'g'limni ko'rgani, uyimga olib ketgani keldim, deyishga o'zida shuncha jur'at va qabihlik topdi. Sen hozir nima deding?
Nima deysan iflos, dedim bo'g'zimga musht tiqilib, ovozim hirqirab. O'g'il. Qaysi la'nati o'g'ilni aytayapsan sen? Bekzod qo'lidagi katta guldastani sovuqqonlik bilan qimmatbaho mashinasining kapotiga ohista qo'ydi-da, 2 qadam tashlab menga yuzma-yuz yaqinlashdi. O'zingni osmondan tushgan go'llikka, Kar-Soqovga solma, Sanjar, loh bo'lma. Asal sizga kecha tunda hammasini tushuntirgan, aytgan bo'lishi aniq, ishonaman. Ichkaridagi o'sha chiroyli beshikdagi chiyillayotgan bola bu sening emas, butunlay mening urug'im, mening qonim. Men uni bu xarobadan olib ketgani o'zim shaxsan keldim. Mening miyamda misli ko'rilmagan darajada baland portlash, vulqon otilishi yuz berdi. Mushtlarim ixtiyorsiz ravishda asabdan siqilib toshdek tugildi. Sen iflos. Avval mening qonuniy xotinim bo'lgan ayol bilan xufiyona don olishib, meni xalq oldida ahmoq qilib. Endi esa ochiqchasiga bolani da'vo qilib, ustimdan kulyapsanmi? Men yashindek tezlik bilan o'ng qo'limni ko'tarib, uning kibrli jag'iga bor vujudim, kuchim bilan shunday og'ir tushirdim-ki. Gurs. Bekzod bu kutilmagan qattiq, pahlavonlarcha zarbadan qattiq chayqalib ketib, muvozanatini yo'qotib, darhol mashinasining temir eshigiga borib qarsillab urildi. Uning kalta burnidan qip-qizil issiq qon favvora bo'lib otilib, yuziga, oq ko'ylagiga oqib tushdi. Bu o'sha yozishmalardagi ulug'u laqma degan haqorating uchun peshvoz ol, deb qattiq baqirdim. U yana bir bor hayvondek ustiga shiddat bilan tashlandim. Biz ikkalamiz hovli tashqarisidagi tuproqli yerda chang-to'zon ko'tarib, vahshiylarcha dumalab mushtlashib ketdik. Bekzod ham shunchaki bo'sh keladigan, ojiz yigit emas edi, u sport bilan shug'ullangan. U ham pichirlab, zo'riqib menga yuzimga, qornimga ketma-ket musht tushirdi. Lekin o'sha soniyalarda mendagi qasos va alam olovi, qaynagan g'azab 100 barobar kuchliroq, dahshatliroq edi. Men uning bo'ynidan qattiq bo'g'ib, bosib, asfaltga orqasini ayovsiz bosdim. Kimning uyiga? Qanday mard erkakning uyiga kelganingni o'zing bilasanmi, hovliqma. Seni aynan shu qonli yerda bo'g'ib, o'ldirib, o'ligingni ko'mib yuboraman, hozir o'lasan. Malikaning xiyonatining ikkinchi qora pardasi. Ko'chadagi baland shovqindan, baqir-chaqirdan qo'rqib ketib, darvoza taqillab ochildi-yu, ichkaridan asal sochini yoygancha hovliqib yugurib chiqdi. U yuz ko'zi qonga, tuproqqa belanib yotgan Bekzodni va aynan men uni bo'g'ib, ustida qasos o'ti bilan o'tirganimni ko'rib, vahima bilan qattiq chinqirib yubordi. Sanjar aka, to'xtang, qo'yib yuboring. Hozir urib o'ldirib qo'yasiz axir odamni. Asal dod solib, yig'lab kelib mening qattiq musht tugilgan qo'llarimga, yelkalarimga yopishdi, torta boshladi. U hozir o'zining qonuniy eri qolib, menga nisbatan o'sha iflos jazmanni himoya qilar, uni qutqarmoqchi bo'lardi. Bu shafqatsiz manzara meni battar quturtirib, haqiqiy, aqldan ozgan jinni maxluqqa aylantirdi. Men Asalni shunday kuchli siltab, itarib tashladimki, u uchib borib devorga suyanib yiqildi. Tegma menga iflos fohisha. Mana, sening jon u diling, sening ideal Bekzod akang. Ko'rdingmi? U qanday ahvolda senga yordamga keldi? O'lib yotibdi. Bekzod yuzidagi zarbalardan so'ng sudralib, arang o'rnidan arang turdi. U burnidan, og'zidan tinimsiz oqayotgan qonni qimmatbaho ko'ylagi yengi bilan achchiqlanib artdi va hamma narsaga qaramay, pastkashlarcha, shayton kabi tirjayib kuldi. Asal, asalim, dedi u Asalga qarab istehzo bilan, nega ko'z yosh to'kib, bu yovvoyi eringga tegingan, yalingansan. Men axir senga yozgandim-ku, to'yda aytgandim-ku, qachon bo'lsa ham baribir mening qo'ynimda, o'zimniki bo'lasan deb. Asal esa Bekzodga qarab ko'z yoshlarini tutolmay, o'pib yig'lab yubordi. Bekzod aka, siz nega bu yerga keldingiz? Yana hammasini dabdalasini chiqarishga keldingizmi? Axir biz ikkimiz aniq kelishgandik-ku. Mening yashirin sirimni ochmaysiz, men u boladan bir umr voz kechaman, uni faqat Sanjar akaga bog'layman, sen esa toza, o'zing baxtli bo'lib yur degandingiz-ku menga telefon orqali. Bekzod o'zining qonga belangan tuprog'iga yuzsizlarcha tupurdi. Men kecha tunda fikrimdan tamoman qaytdim. Bilsang, mening o'sha ideal, sevimli, qonuniy xotinim umrbod bepusht, tug'mas ekan shifokorlarning aytishicha. Menga esa avlodni davom ettirishga merosxo'r, ya'ni shu chala-chulpa o'g'il kerak. Shuning uchun uni bugun hoziroq olib ketaman. Sen esa
Xohlasang shu pahlavon, lekin loh ering bilan chang qolib yashayver. Yoki xohlasang men bilan birga uydan qochib ketib, doimiy mashqam bo'lib yurishga roziman. Lekin hech qachon mening hurmatli xotinim bo'lmaysan, faqatgina kechalari isinadigan o'yinchog'im va o'g'limning maxfiy enagasi bo'lasan xolos. Bu shafqatsiz, tahqirlovchi va haqoratli gap Asalning tosh bo'lgan yuragiga qip-qizil qizigan nayza bo'lib sanchildi. Axir u, nodon va aqlsiz bu qiz ham Bekzodni chindan qattiq sevardi, unga bag'ishlangandi. U o'sha yolg'on, bo'sh va'dalarga ishonib menikiga kelishdan oldin hammasini unga tortiq qilgandi. Lekin Bekzod kabi boyvachcha haromxo'r uni shunchaki pulga, vaqtchog'likka yaraydigan bir arzon va yaroqsiz inkubator sifatidagina ishlatib kelganini, xo'rlaganini endigina ochiq-oydin yuziga solayotganini chuqur tushunib yetgandi. Nimalar deyapsiz o'zi? Dedi Asal ovozi qaltirab, dahshatdan ko'zlari kosasidan chiqib ketayozib. Men sizga faqat foydalanib otiladigan axlat o'yinchoqmanmi endi? Meni va oilamni sharmisor qilib qo'yib, g'ururimni toptab, endi jonimdan bo'lgan murg'ak bolamni it kabi tortib olmoqchimisiz mendan? Sotib olaman u go'dakni, dedi Bekzod uning yig'isiga parvo ham qilmay. Men Bekzodning bu piching gaplaridan so'ng sakrab turib, yoqasidan qattiq changallab ushladim-da, yelkasini o'zining qimmatbaho mashinasining kapotiga kuch bilan tiradim. Hoziroq, ayni shu daqiqada bu yerdan yo'qol itvachcha. Bola menga qonuniy tegishli, oilamniki, metrikasi va familiyasi mening shaxsiy nomimda. Agar yana bir marta eshigim atrofida qorangni uchratib qolsam, seni tilka-pora, bo'lak-bo'lak qilib itlarga tashlab beraman. Bekzod pishillab, kalta nafas olib o'zining ichki kostyum cho'ntagidan g'ishtdek qalin konvertni chiqardi. Sanjar, o'zingni bosa qol endi pahlavonim, asabiylashma. Bu beshafqat hayotda hamma narsaning o'z arzon va qimmat narxi bo'ladi, ishon menga. Sen Koreyada ter to'kib, itdek ishlab 5 tiyinlab topgan yillar pulingni bu fohishaning soxta to'yga, ziyofatiga ahmoqona sarflading. To'g'rimi? Mana senga o'sha mehnatlaring uchun roppa-rosa 10,000 Amerika dollari. Bu barcha to'y va hovli xarajatlaringga qilingan sof ma'naviy zarar puling o'rniga. Sen menga jimgina janjalsiz bolani ber, qonuniy tezroq ajrashginda. Keyin qayerda bo'lsa o'z pulingga tinchgina ayshingni surib yashayver. Qanday zo'r taklifa. Pul uchun hamma narsa edi. U mening erkaklik g'ururimni, mening or nomusimni ko'cha gadoyiga tashlagandek arzonga pulga, oddiy harom pullarga baholab sotib olmoqchi edi. 10,000 iflos dollar. Men o'sha zaharli konvertni uning qo'lidan birdan tortib olib, uning qonli yuziga qarab bor kuchim bilan sachratib urib yubordim. Yuzlab ko'p dollar kupyuralari havoda uchib, atrofga, yerga to'zib, loyga qorishib ketdi. Erkakning nomusi va obro'si o'lik pulingga umuman sotilmaydi, iflos haromi. Men aslo sen boyvachcha o'ylagandek lo'g', fohishaning pulini yeydigan ko'ppak emasman. Pulingni ko'tingga tiq. Shu paytda ko'chadagi janjal, baland ovozlardan uzoqroqdagi qo'shnilar, ayollar va qariyalar qiziquvchanlik bilan ko'chaga chiqa boshladi. Hamma ajablanib, o'zaro shivirlashib bizning uy tomon qarardi. Onam esa chiday olmay, darvoza oldida yig'lab, xastalik bilan qattiq urayotgan yuragini ushlab, qiyshayib o'tirib qoldilar. Sanjar, bolam, jon bolam, hozir qotil bo'lib qolasan, kiringlar zudlik bilan uyga. Hamma ko'chaga chiqib ketdi, biz elga, mahalla ahliga sharmisor bo'ldik, bolam. Kiringlar, bas qil o'sha urushni. Tahdid, shantaj va qochish onlari. Men Bekzodga qarab ko'zlarim bilan oxirgi, qat'iy hukmimni o'qidim, hozir. O'z oyog'ing bilan o'sha Malibunga o'tirasan, u bu yerdan yo'qolasan. Lekin bizning bu chala ishimiz umuman tugamadi hali. Dedi u yerga qon tuflab, yengi bilan artib, ertagayoq sen iflosni ustingdan sudga ariza yozib beraman, denka qildirib dodingni beraman. Agar bola chindan ham qonunan seniki emas, 7 oylik bo'lsa ham. Men uni hech qachon, hech qanday sharoitda senga tashlab qo'ymayman. Sen birovning zinosini boqadigan iflos zinosan. Mening zino qilingan bolamni ham uyingda tarbiyalashga aslo haqqing yo'q. Bekzod yerdagi pullarni terishni ham xohlamay, shoshilib mashinasiga qarab yurdi. Sizlar hali ko'rasizlar. Mening qanday qudratli atankerlarim, sud prokuraturada katta tanish bilishlarim borligini hali his qilasiz, Sanjar jo'ra.
Qonuniy bola baribir va faqat meniki bo'ladi. Uni pul bilan bo'lsa ham ajratib olaman. U o'tirishi bilanoq gaz pedalini vahshiylarcha bosib, ko'chada qop-qora chang to'zonlarni baland ko'tarib, g'oyib bo'ldi. Biz uyga kirdik. Butun hovlida qabristonning mudhish, quloqni kar qilgudek og'ir sukunati cho'kdi. Faqat uzoq burchakda keksa onamning alamli hiqillab yig'lashi va mehmonxonadagi o'sha mitti beshikda uxlab yotgan begona bolaning zaif va ingrashi eshitilib turardi. Men sovuq ko'zlar bilan Asalga bir zum qaradim. U loyga belangan holda yerda sovuq polga cho'kkalab o'tirib, o'z uzun va chiroyli sochlarini asabdan tinimsiz yulardi. Men eng katta ahmoqman. Men qip-qizil la'nati, yer yutkur iflosman, deb qattiq baqirdi u yuzini polga urib. U bekzod yirtqichi meni faqat o'z manfaati uchun yovuzlarcha aldabdi. U meni chindan ham baxtli qilaman, xotin qilib olaman degandi u menga. Sevaman degandi qasamlar ichib. Sevgi, dedim men undan nafratlanib, baland ovozda g'ijinib. Sen o'z nafsini tiya olmagan iflos fohisha, umuman sevgi, muhabbat nimaligini bilasanmi o'zi? Sen o'sha paytlarda faqat va faqat o'z nafsingni, yuzsiz orqangni yashirishni o'ylading. Shuning uchun begunoh, toza yurakli meni shafqatsizlarcha aldading. Qalbi toza mushtipar onamni, butun mahallamni aldading. Endi bu ko'z yoshlaringdan, kech qilingan yig'ingdan aslo foyda yo'q. Onaning og'ir, lekin adolatli qarori. Kutilmaganda keksa onam bazo'r o'rinlaridan turdilar. U kishi xuddi shu bir kechaning o'zida ming azob tortib, 20 yilga butunlay qarib, bukilib qolgandek edilar. Sanjar, dedilar onam zaif, lekin juda qat'iy ovozda ko'zlariga yosh olib. Qat'iy bo'l. Bu makkor qiz. Bu buzuq ayol mening muqaddas, pokiza uyimda bir daqiqa ham qolmaydi. Beshikdagi o'sha o'ynashidan bo'lgan zino bolani ham o'z qorniga qo'shib olib ketsin. Men hech qachon birovning iflos zinosidan bo'lgan haromi godakni o'z jigarporam, nabiram deb bag'rimga bosib mehribonlik qilolmayman. El yurt oldida boshim ham allaqachon tuproqqa egildi. Oyijon, axir u qo'lidagi murg'ak bola hali godak. U umuman begunoh-ku axir, dedim o'zimdan ham hayratlanib. Qandaydir sirli, lekin kuchli tuyg'u. O'sha yillar davomida kutilgan ota bo'lish instinkti, qonim bo'lmasa-da, zino mevasi bo'lgan o'sha chaqaloqqa nisbatan menda ulkan, yurakni ezuvchi rahm shafqat hissini uyg'otdi. Yo'q. Qat'iyan yo'q, dedilar onam ko'ksiga urib. Harom qon har doim o'ziga qarab qattiq tortadi, bolam. Ertaga bu go'dak biroz katta bo'lib ulg'aysa-yu, yuzidagi chizgilari aynan otasiga, o'sha vahshiy bekzodga o'xshab yursa, bunga qanday qilib chiday olasan? Har kuni saharda u bolaning ko'ziga qarab, unga ovqat berganda mudhish xiyonatni va xo'rlikni takror eslaysanmi o'zingni qinab? Hozirroq yo'qot buni mening ko'zimdan. Hozirroq qora-qorasini o'chir. Asal indamay, pichirlab yig'lab o'zining va qora xaltasiga bolaning oddiy narsalarini, bejirim kiyimlarini yig'ishtira boshladi. Men yosh murg'ak go'dagim bilan qayerga boraman, Sanjar aka? O'z qonqor dadam, ota uyimdagilar agar bu ishlarni bilsa, meni pichoqlab, bo'g'izlab o'ldiradi. Bekzod kabi yirtqich esa meni 100% ko'chada qoldirib, xotinidek qabul qilmaydi. Ayting, osmon uzoq, yer qattiq bo'lsa qayerga boraman? O'shani. Iflos bekzod bilan iffatingni yo'qotib, harom to'shakda birinchi marta yotishdan oldin bosh qotirib o'ylashing kerak edi. Fohisha, dedim men sovuqqonlik bilan, yuragimdagi toshga aylangan qat'iyat bilan. Men Asalga hatto qayrilib qaramadim. U yoshgina bolani choyshabga qalin o'rab, ko'tarib, katta eski sumkasini zo'rg'a tortib oldi. Biz onam ikkalamiz uni temir darvozadan sekin ko'chaga chiqardik. U zimiston va qop-qora chang bosgan olis yo'lda, sovuqda qo'lida kichkina chaqaloq bilan bir o'zi yolg'iz, kimsasiz qoldi. Men og'ir temir darvozani gursillatib yopdim. Lekin ichim yondi, negadir ko'nglim zarracha orom topmadi, tinchlanmadi. Keng va yorug' hovli joyda yashasam ham, ichimda ulkan, g'or kabi qorong'i bo'shliq, kimsasiz vakkum paydo bo'ldi. Men hayotimda yagona deb sevgan, osmonlarga ko'targan ayolim ko'chadagi tarbiyasiz fohisha bo'lib chiqdi. Men tunlari ismini o'ylab, orzu qilib uxlagan o'g'il farzandim esa kimningdir nojo'ya va tasodifiy ehtirosdan bo'lgan o'yinchoq bo'lib chiqdi. Kutilmagan telefon qo'ng'irog'i, burilish.
O'sha dahshatli oqshom men tuni bilan kiprik qoqmadim, mijja ham qoqmadim. Ochiq derazadan o'yga tolib osmonga qarardim. Ertasi kuni tush mahalida yonimda turgan telefonim to'satdan baland chiringladi. Bu men tanimaydigan raqam, notanish abonent edi. Alo. Alo. Sanjar aka. Bu qo'rqib qolgan, titrayotgan, yig'lamsiragan Asalning ingragan ovozi edi. U xuddi kimdandir qattiq yashirinayotgandek past, shivirlab tez-tez gapirardi. Senga nima kerak, yuzsiz ayol? Nega yana menga telefon qilyapsan axir? Men senga hamma narsani tugatdim deb aytdim-ku. Sanjar aka. Menga zudlik bilan yordam bering. Tezroq yordam bering. Bekzod yirtqich. Bekzod qaroqchidek meni bolamdan ayirib, o'g'limni tortib olib ketdi. Nima? Nimadir dedingmi? Tushunmadim. Qanaqasiga tortib oladi go'dakni? Men kechasi hovlingizdan haydalgach, qo'rqib uzoq tumandagi kasal, qari xolamnikiga borgan edim yashirinib. Bugun saharda do'konga, chaqaloqqa ovqatga ko'chaga chiqqanimda Bekzodning qo'riqchi odamlari kelib qolib, meni qora oynali mashinaga bosib yulqilab olib ketishdi. Ular meni shahar markazidan olisdagi chet qishloqdagi, tog' yonbag'ridagi qandaydir mudhish dala hovliga tashlab qamashdi. Bolamni esa qon yig'latib qo'limdan yulqib mendan ayirib olishdi. Ular mudhish reja tuzishgan, ular go'dagimni o'sha Bekzodning tug'mas, asabiy, yovuz xotiniga qonuniy bola qilib rasmiylashtirib berishmoqchi. Sanjar aka. Meniki bo'lsa ham bola hali atigi go'dak, murg'ak, kichkina. U faqat men bilan emiziklik edi. U onasiz hidisiz uzoq chiday olmaydi, u ochlikdan o'lib qoladi. Iltimos qilib so'rayman, yolvoraman, menga va unga rahm qilib qutqaring. Men bir necha soniya qotib qoldim, nafasim bo'g'ildi. Asalning yig'isi, yalinishi miyamni g'ajib yubordi. To'g'ri, 100% bilaman, o'sha bola haqiqatan ham mendan emas, mening birorta qonim ham yo'q unda. Lekin u hali beozor, oq-qorani tanimagan murg'ak, begunoh farishta, go'dak. Bekzod degan iflos maxluq uni dunyoga keltirgan o'z onasidan ko'z o'ngida ayirib olib, uning tarbiyasiz, asabiy, bepusht va kibrli xotiniga shunchaki o'yinchoq qilib bermoqchi ekanda. Bu yovvoyi vahshiylik, har qanday insoniylik chegarasidan chiquvchi fashistlarga xos amal. Mening haqiqiy, sog'lom erkaklik va musulmonlik g'ururim bu yovuz adolatsizlikka qarab turishga chiday olmadi. Qo'lim o'z-o'zidan musht bo'lib tugildi. Asal ming iflos xiyonatkor, buzuq fohisha bo'lsa ham, u baribir ona edi. Jajji bolani onaning tirik bag'ridan ayirish bu tabiatga va Xudoga osiylik bo'lgan eng ulkan, kechirib bo'lmas gunoh. O'sha haromi qamagan joy qayerda ekanligini ayt. Aniq manzilni tushuntir hozir, deb baland ovozda baqirdim telefonga. Aniq nomini bilmayman. Lekin kichkina oynadan qarasam, uzoqdan qandaydir tosh maydalaydigan yoki ohak zavodining qora batalari ko'rinyapti. Juda ham eski, tashlandiq va kimsasiz joy. Telefon to'satdan qarsillab uzildi. Bekzodning odamlari uni topib oldi shekilli. Men xavotir bilan zudlik bilan hovlidagi onamga qaradim. Oyi, men bir muddatga ketishga majburman. Qayerga tentak bolam? Qaysi go'rga yo'qolmoqchisan? O'sha fohisha qizning orqasidan, yana uning oldigami? Oyijon, u inson qiyofasidagi itlar murg'ak bolani yulqib o'g'irlab ketishibdi. Men faqat o'sha begunoh bolani vahshiylar qo'lidan qutqarib olishim kerak. Hujjatlarga ko'ra axir u yuridik tomondan baribir hanuzgacha mening familiyamda. U haliyam qonunan mening mudofaa ostimdagi o'g'lim hisoblanadi. Men bu adolatsizlikni ularning qo'liga jimgina shunday topshirib qo'ya olmayman. Erkak-ku men. Men eshikni yopib, hovlidan chopib chiqdim, u oq rangli mashinamga zudlik bilan o'tirdim. Motor guldirab o't oldi. O'zim bilgan yo'llar orqali poytaxt chekkasidagi o'sha uzoq ohak zavodi, qari qishloq tomon gazini oxiriga qadar qattiq bosdim. Bekzod ming xudbin boyvachcha, boyning taltaygan arzandasi bo'lsa ham, men ko'chada yashagan, Koreyaning shafqatsiz sovuqlarida qora, qiyin hayotning temir bolg'asini ko'rgan zahmatkash yigitman. Men unday onasini pulga sotadigan beburtlardan sira qo'rqmayman. Lekin
U sovuq yerga kelganda meni aslida qanday xavfli va murakkab sinov kutayotganini u paytda o'zim ham to'liq anglab yetmagan edim. Ohak zavodi joylashgan uzoq tomonga mashinamni chamalab qushdek uchirib borardim. Shahar chekkasidagi qishloq yo'llari juda o'nqir-cho'nqir, yozning issig'ida chang-to'zonli edi. Ko'kragimdagi qasoskor yuragim xuddi zavod motori kabi dukillab, kuchli va asabiy urardi. Bir tomondan poytaxt chekkasida ketarkanman, miyam qaynardi. Ong ostim tinimsiz tarzda meni qattiq so'kib, qo'yirdi. Ey ahmoq Sanjar, ko'zingni ochsang-chi, qayerga o'zingni o'limga tashlab boryapsan? U qiz o'z nomusingni bulg'adi, u iflos senga eng razil xiyonat qildi, boshqasi bilan to'shakda bo'ldi. Bola esa sening qoningdan ham emas-ku. Nima bo'lsa bo'lsin deb shunchaki qo'yib yubor, yovuzlar o'zlari pichoqlashib, otishib, qon-qonga belanib barchasini o'zi hal qilaversin. Yotib tinch uxlaysan. Lekin ongimning nurg'un qismida yotgan ikkinchi, insonga xos rahm-shafqatli tomonim butun ovozi bilan menga tinimsiz qichqirardi, azoblardi. Axir u hali hech narsadan xabarsiz go'dak-ku. Yosh, beozor mo'r chaqaloq-ku u murg'ak. Onasining tirik qornidan, bag'ridan itarib, qon yig'latib ayirib olib, mutlaqo begona, shafqatsiz xotinga taqdim etib yuborish. Bu buzg'unchilik. Bu chidab bo'lmas eng dahshatli jinoyat, vahshiylikdir. Agar men hozir darhol o'rtaga mardlardek aralashmasam, indamay tomoshabin bo'lib qo'l qovushtirib uyda o'tirsam, erta qiyomatda vijdon azobida qovurilib, ko'zim ochiq o'lib ketaman. Erkakligim qayerda qoladi? Baland minoralari qorayib ko'ringan o'sha zavodning orqa qismida chang bosgan, chirib yotgan eski mevali, kimsasiz tashlandiq bog'lar bor ekan. Xuddi Asal aytganidek, o'sha bog'ning qoq o'rtasida qalin, 3 metrlik ulkan beton devor bilan qattiq himoyalanib o'ralgan. Baland minoralari bor qimmatbaho, zamonaviy 2 qavatli villa maxfiy dala hovli joylashgandi. Men mashinamni ancha uzoqroqdagi pastlikda, jarlikka panalab ehtiyotkorlik bilan qoldirib, xavfsizlik uchun qolgan chang yo'lni u yergacha bazo'r piyoda, yashirincha bosib o'tdim. Dala hovlining katta, qora temir darvozasi biroz qiya ochiq holatda unutilgandi. Hovli hududida Bekzodning shaxsiy qora jipi va uning yana bitta tanish, qo'riqchilar minadigan qora, oyna-oynalari to'siq bo'lgan mashinasi sovuq turardi. Atrofni yaxshilab, panada kuzatdim. Baland beton devorning eng chetidagi bir qismi, burchagi yaqinda yomg'ir yuvib o'pirilib tushgan va tuproqqa belanib qolgan ekan. Men zudlik bilan poyabzalimni tozalab o'sha tirqishdan, yorilgan kemtikdan ohista emaklab xufiyona tarzda toza hovli ichiga kirib oldim. Hashamatli hovli xuddi o'liklardek qabriston jimjiti, qorong'ulikni eslatardi. Hech kim, it ham qaramasdi. Faqatgina o'sha 2 qavatli zamonaviy bezatilgan imoratning ichkarisidan juda achinarli bir ayol kishining tinimsiz chinqirib, ho'ngrab yig'lashi va bir mast erkak kishining yo'g'on ovozda bo'kirib so'kinib baqirgani aniq-tiniq eshitilib turardi. Dala hovlidagi ayanchli dahshat dramasi. Men imoratning 1-qavatidagi keng oshxona xonasi katta ochiq darchasiga, panjarali darchasiga sekin va asta borib yopishdim-da, shisha ortidan mo'raladim. Katta ko'zoynaksiz ichkaridagi vahshatli mudhish manzara ko'zlarimni qon bilan, yuragimni esa qaynab toshgan g'azab qahri bilan bir zumda to'ldirdi. Keng va yorug' markaziy xonada ko'z yoshlarga bo'g'ilgan. Yupun kiyimli Asal sovuq taxta yerda buralib o'tiribdi. Uning ingichka qo'llari orqasiga qilib qalin zanjir yoki qandaydir mato arqon bilan shafqatsiz qattiq bog'lab qisib tashlangan. Yuzi alamdan qizarib, ko'zlari yumshoq momotaloq bo'lib, labi qonab shishgan va jarohatlangan, qalin uzun sochlari chang tuproqqa bulg'anib to'zib yotibdi. O'tinaman sizdan, iltimos qilaman Bekzod aka, qonxo'rlik qilmang, faqat murg'ak bolamni menga qaytarib bering. Meni qanday azoblasangiz, qanday o'ldirsangiz qiling, men roziman. Faqat bolamni bering deb bo'kirib yig'lardi uning ona yuragi yer tirnab dod solib. Hashamatli xonaning to'rida, qimmatbaho stulning yonida Bekzod shishadan to'g'ri ichib kerilib turibdi. Uning qonxo'r qo'lida esa o'sha uzoq kutilgan, mendan uzilgan, oppoq yo'rgakka o'ralgan mitti chaqaloq, Asalning bolasi u yoqdan bu yoqqa silkinib turardi. Kichkintoy chaqaloq esa qo'rquv va notanishlik, og'riq yoki qattiq ochlikdan bo'g'ilib qolish darajasigacha chinqirib, nafasini ham rostlay olmay yig'lab talvasa qilardi. Bekzodning shundoq yonidagi oq charmli keng divanda esa juda kelishgan, bo'ylari baland, eknida qimmatbaho xorijiy va qora ipakdan, tilla tikilgan maxsus kiyimlarida
Lekin yuzida yozning ham qahratoniga o'xshash bir zaharli dushmanona va juda muzdek hissizlik porlab turgan sovuq yuzli bir badavlat ayol xo'jayinlardek osilib o'tiribdi. Bu o'sha mashhur Bekzodning qonuniy, uzoq yillardan beri homilador bo'la olmagan haqiqiy badavlat xotini Kamila ekanligi ko'rinishidan ma'lum bo'ldi. Men nafasimni butunlay pinhon qilib yutib, ehtiyotkorona darchaga yuzimni tirab quloq tutdim. "Mana Kamila", dedi Bekzod bolaning yo'rgagini osmonga ko'tarib siltab qo'lida ko'rsatib, go'yo bir yutuqqa erishgandek jilmayib kibr bilan. "Senga doim do'stlar orasida o'g'il o'z bolasizliging uchun ezilib o'g'il kerakmidi? Senga haqiqiy o'zimning naslim, voris kerak edimi axir? Mana men seni bugun quvontiraman. Senga soppa-sog' hech narsasi kam bo'lmagan o'g'il olib keldim. Bu ochiqchasiga mening toza qonim. 100% pahlavon, to'liq sog'lom murg'ak naslim. Endi har gal doktorxonalarga va uyingdagilarga tug'masman, azobdaman deb dod solib qarg'anavermaysan axir. Biz barchasini sir tutib, ushbu asrab olingan bolani biz qonuniy rasmiylashtirib, ismini va butun taqdirini bitta qog'ozda bittada yashirib, o'zimizning familiyamizdagi merosxo'r farzandga osonlik bilan aylantiramiz va asrab katta qilamiz. Ertagayoq chet elga dam olish bahonasida davolanishga birga xorijga ham uchib olib chiqib ketamiz. Shu bilan bu tarix shunday g'oyib va berkli xotiraga aylanadi. Hech bir itvachcha ham hidini ham ololmaydi. Kamila esa jimitdek e'tibor ham bermay beparvo o'tirardi. Bu baxtsiz yig'layotgan chaqaloqqa u cheksiz nafrat bilan, go'yo zaharli kobra, chayon yoki qandaydir xunuk ilonga jirkanib qaragandek jiyirilib, ensasi qotib qaradi. U shu qadar beparvo ediki, bu bolani o'zining iliq va toza qo'liga olishni u yoqda tursin, unga bir qadam, millimetrga ham yaqinlashishdan zarracha xohish, qiziqishi yo'q edi. "Bekzod, nima kalla bilan o'ylayapsan, xumpar? Sen miyangdagi o'sha o'zingning jimitdek qolgan es-hushingni xom aroqqa, qimorga alishtirib to'liq yeb ichib qo'ydingmi, nima balo?" deb butun hovlini va xonani larzaga keltirib qattiq, bo'g'iq va baland ohangda zaharli bo'kirib berdi Kamila yuzini nafratli tirishtirib. "Menga qandaydir boyligim va uyim o'rtasiga qonidan haromi tomchi bo'lgan, ko'chada onasi qanchasidan orttirib o'ynab toptagan bir fohishaning chirkin va haromi zotdan yaralgan axlat sarqitini senga kim asrab ol deb aytib buyurdi menga, ahmoq? Bunisi nima ahmoqlik? Nimaning farqi bor? Asosiysi mening u meniki." Bekzod uning gaplaridan ranjib xotini ustiga asabiylashib, rangi sovuq va qizarib baqirdi. "Ahmoqlik qilma. Bu axir sening oldingda turgan va qonuniy merosxo'ring bo'lgan ochiqchasiga mening toza qonimdan tuqilgan xos vorisim, sof genim, haqiqiy jigarbandim, o'z bolam va avlodim. Seni shu jinnilarcha beshafqat tabassuming va har oy qonuniy farzandsizliging tufayli shuncha cheksiz yil bolaga yetishish dardidan o'tda, qattiq qayg'uda yondim. Endi axir Alloh berib u o'z naslimni va u bola boyligimni oson topganimda, men olib kelib berganimda yana sening badjahl va semiz burningingni jiyirib turasanmi jallod? Men seni olib keldim, sen esa menga shart qo'yasanmi? Men va butun hayotim senga bir marta bo'lsin qachonlardir homiladorlik naslini qila va o'z qonli o'z merosxo'rimni tug'ib, pahlavonni ko'paytirib berolmasligim ilmiy fakt bo'lishi mumkin. Biroq men senikidek bunday xudbin asab bilan bitta nopok buzuq fohishaning yo'ldagi iflos zinosidan yuzaga kelgan sharmandali sarqit bolani aslo o'z toza uyimga joylab, o'z boyligim, qo'ynimda issiq mehr berib farzand va ona bo'lib bag'rimga bosa olmayman va men buni senga hech qachon qabul ham qilmayman. Sen esingdan chiqar u xayolingni, deb baqirib turgancha qo'lidagi oynali, tillali qimmat brend ko'zoynagini yulib polga uloqtirib bor ovozi, jaza va qahri bilan Kamila unga tiklanib va baland qichqirib yubordi. Bu xonaning tubida loy qorishgan polda chalqancha emaklab ingrab faryod urayotgan chirkin, sharmanda qilingan, ezilgan iflos shlyuxa bu bolaning fohisha onasi axir o'zi ana-ku. Ya'ni qonli ro'parasida zanjirlanib loyga yotib olingan sening bu maxfiy jazmaning. Agar biz seni u yovuz bolangni majbur tortib ko'paytirib asrasak, erta-indin ertasiga o'z onalik instinkti qo'zg'alib sharmandalar quturgandek politsiyalarni uyimiz va ko'chamiz qopqalarida ayovsiz bo'g'izlab meni sharmanda qilib, voy dod, u mening go'dakcham, meni bolamni zo'ravonlik o'g'irlab berdi deb butun mamlakatning prokurorlarga janjal tashlasa va tarqatsa, sen kimsan, men kim, biz qanday sharmandalik uyat o'tida kuyamiz va toshbo'ronida dod deymiz, bilasanmi loh? Mening dadamning siyosati butun obro'yi sharmandali pora bilan bir tiyin qolib bulg'angan holda portlab yo'q qilinadi-ku, esingdami ahmoq? Sen o'sha laqma va tentak itlar kabi ko'r bo'lding sen boyvachcha.
Asal polga osilib bo'ynini egib azobda sovuq yerdan qonga va changga to'lib yuztuban yer bo'lgan yarador boshi ustini og'ir azob bilan miltirab baland arang ko'tardi. U endi ilondan ko'ra ojiz qurbonga xos ayanchli tovushda yalindi. Opajon, mehribon Kamila opa, meni jon bolam bilan kechiring, yolvoraman. Go'dak murg'akkinam qonim bolamni mendan, ona suti hididan yovuzlarcha ayirib yirtqichlarcha olmang Xudoyim uchun. Men chin dildan o'sha bolani deb yashayman, qolgan umrimda yolg'iz onasiman o'zim. Bekzod aka esa. Bu Bekzod aka shunchaki yolg'on muhabbatda vaqtincha jonsarak o'yinchoq deb foydalanib o'zi yovuzlarcha poymol qilib sharmandaliklar ichida zaharli ilondek meni ochiqcha laqillatib ayovsiz ahmoqona aldadi xolos. Deb o'zini pol va taxtalar ostiga va zanjirlar qarsillab yig'lab urardi, faryoddan qon qaynab chirqirab.